man olatma nimala 2020 rahmanlohim manga yon amir lohim lanaviya bu alilar. Men Turg'unpo'lat va Malakka oyisiman. Turg'unpo'lat va Malak 2020-yil Zaychi ko'p bilan tug'ilgan. Bu bolamni 2020-yil 7 oyligida Namangan viloyati Rivadonda operatsiya qildirganman. Birinchi etabini labini, ikkinchi etabini ham Namangan viloyati Rivadonda operatsiya qildirganman. U joyda natijalarimiz o'rta bo'lgan sababli nutqida 20 ta so'zda kamchiligi bo'lgani uchun yana 3-chi bor operatsiyaga olib keldim. 4 yil qiynaldik bu bolani. U yoqqa bordim, bu yoqqa bordim tuzatishda. 4 yil qiynalib shu joyga yuz jarrohligiga lorga olib keldim. Bobonazarov Navruz vrachga olib keldim. Shulardan yaxshi natija oldim. Juda ham chiroyli operatsiyani o'tkazdirdik. Rahmat vrachimizga. Bolam shu 20 ta so'zda nutqida kamchiligi bor edi. Hozir umuman yo'q. Natijalarimiz a'lo. Rosa ham xursandman. Vrachga kattakon rahmat. Chiroyli yordam qildi bular.